Bu videoda biz mana shu narsalarni mana shunaqa oddiygina rezinka yordamida siqib majaqlab tashlaymiz. Va mana eng kichkinasidan boshlab mana bu seyfgacha. Nima deb o'ylaysan? Mana shu seyfni rezinka yordamida majaqlab tashlaymizmi? Voy bular. Video davomida bu savollarga aniq javob topasizlar. Bo'lmasam boshla. Tushunaman. Oxir betlama videolarimni kam ko'rasiz, chunki o'qish boshlandi, ya'ni ishlar ham boshlanib ketdi. Tushunaman. Va xuddi shu vaziyat uchun menda life hack bor. Va bu ham bo'lsa, men har doim masalan video qo'yadigan vaqtim 16:00 bo'lsa, har kuni 16:00 da mana YouTube kanalimga qarab qo'yinglar, kirib ikkita knopkani bossangiz kirasiz. Va agar yangi video qo'ygan bo'lsam, ko'rib like bosib qo'ying va bo'ldi. Va shunda barcha muammolar yechiladi. Va yana xuddi shu paytda sizlarga yangi maqsadimizni eslatib o'taman. Va bu ham bo'lsa 650 ming obunachi va 650 ming obunachidan keyin men O'zbekistondagi ko'zga ko'rgan YouTuber bilan birga video olaman va mini spoiler bu Sadir Tomas, ya'ni ular bilan video olindi va shu paytgacha hali video olmagan inson bilan olaman. Va uni sizlar taniysizlar. Xolos kimlarga aytib qo'ygan sizlarga ham qiziq bo'lish kerak va shu uchun da'vat obuna bo'linglar. 650 ming obunachidan keyin biz u videoni olamiz va chiqaramiz. Va bu video sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Mazza qilib ko'ringlar. Birinchi bo'lib mana shu apelsindan boshlaymiz. Va bu apelsin uchun mana shuncha rezinka ketsa kerak. Bu tashlang dingiz. Baribir sanab qo'yamiz. Xo'sh, bo'lmasam boshladik. 1 Boshlanishiga apelsinga rezinkalarni o'rab tashladik. O'zmanchi portlab ketadi. Yana mashincha semizni qo'shamiz. Pastga tushib qoldi. Xo'las, yana mashincha qo'shamiz. Qani? Birinchidan hozir o'sha bu shaklni o'zgartirdi. O'zi hidi chiqayotgan suv ham chiqib ketdi. Lekin ehtiyot bo'ling, suv chiqib ketganda ustingizdagi oppoq kiyim rasvo bo'lmasin. Eng qizig'i bor, limon o'ziga shuncha harakat qilamiz-da. Tarvuz bo'lsin nima bo'ladi? Xo'sh, yana qo'shamiz. Lekin haqiqatan shaklni o'zgartirdi. Suv chiqdi. O'rtalib. Oldingmi? Tushdimi o'rtalmani? Ikki bo'lib ketdi. Ming afsuski, apelsin majlanib ketganini Sardor kadrga olmabdi. Agar sizlar uylarda pichoq bo'lmasa, lekin rezinkali bo'lsa, namliq apelsinlarni rezinka bilan ham shaqqa tekis kiyib olsa bo'lar ekan. Lekin tam zo'r ekan. Va ana endi navbat tarvuzga. Mashincha rezinka ketsa kerak. Bo'lmasa boshlang. Eng qizig'i bor, biz shunchalik shuncha qiynalamiz-da. Qanaqasiga bitta seyf boshlatamiz. Aytgan chorlar albatta shuncha harakatimiz va shuncha xarajatimiz uchun albatta like bosib qo'ying. Chunki men kelajakda ekspertlik ko'proq olmoqchiman. Va aytgancha, bu narsa isrof bo'lmaydi, ya'ni ochilgandan keyin biz hammasini yeyamiz. Ya'ni boyki limonni ham yeydik. Shuning uchun xotir olmaylik. Boshlanishi bor uje. O'ylagandan ancha qiyin ekan. Nima deb o'ylaysiz o'rtoqlar? Bu tarvuz uchun qancha rezinka ketadi? Hozircha nechta ketdi? Endi 5 ta rezinka bo'ldi. Deta men o'ylayman 2000 tacha ketadi. 2000 ta? 7 tani araq qildim, men qarang yarim chiqib ketgan qo'yapti. Bitta o'zim qilishga qiynalganim uchun maqsuddan yordam keladi. 20 minut davomida bu tarvuzni rezinkaga o'rab tashladik. Lekin tarvuzni taslim bo'lgisi kelmadi. O'zini eshitdingmi? O'z portlaydi. Tarvuzi ichidan ovoz kelsa ham, lekin tarvuzi baribir portlagisi kelmadi. Boshlash o'zim quruq qo'llar aniq qizarib va shu mas'ul bo'lib ketgandan keyin bolalar qilishotdi va o'sha ozgina qoldi. Hozir o'xshaydi. Nima bo'ldi? Nima suv chiqib ketdimi o'zi? Давай, ozgina qoldi, o'rtoqlar, ozgina qoldi. Va nihoyat men kutgan paytam keldi. O'rtoqlar, nima bo'lganicha bu qolib tursin. Bu men kamerani o'rada otdim, o'zim o'rtalashga borish uchun. Mana Sardor qani? Qaraymash. Demak, tarvuz ham qildik. Va endi nima deyar keyingisiga? Shunday qo'rqib turdim, shunday qo'rqib turdim. Basharamga shu ketmas bo'lganda shunday qo'rqib turaman desam. Va ana endi navbat kolaga. Va ana endi kolani ham shunaqa rezinkamiz qilib ko'rsatamiz. Bo'lmasam ketdik. O'ylashim bo'yicha kolani ham portla olamiz. Nima bir eksperiment o'xshashga majbur emas. Biz bor kuchimiz bilan harakat qilib ko'ramiz. Bu tarvuzdan ko'ra qiyinroq bo'ladi. Lekin kolani butilkasiga rezinka kiydirish tarvuzdan ko'ra ancha osonroq ekan. Lekin o'sha yaqin keldi-ku. O'sha boshlaganimizga ozgina bo'lgan bo'lsa ham, men chuji sekin shakl o'zgartiryapti. Va davaychi, polni hamma rezinkani kelib zabit qilamiz va kolani ham portlatamiz. Bilet, qo'rqib ketdim portlatib, faq. 4 sentsam rezinkalarni kiydirib, qo'llarim og'rib ketdi. Buni portlash niyati bormi, yo'qmi? Ne bola, bosib turdim, hozir qaytaman. Portlash patanasiga tushmas, burasi qoldi.
Bu kolani ham portlatish uchun harakatdan to'xtamadik. Va nima deb o'ylaysizlar? Bu video uchun qancha rezinka ishlatganmiz? Javoblarni kommentda kutaman. Hozir qaranglar o'rtoqlar. Turishni ko'rasizlarmi? Numanchi ko'voq ketadi, shuning uchun ham hozir yana bitta mini qo'shimcha eksperiment qilib ko'ramiz. Ya'ni otaman. Ket. Xo'sh. Oh! Faqat gaz chiqdi. Hozir. Uy! Qopqog'ini ochaymi? Bo'ldi, chiqadi. Bo'ldi. Turishini qaranglar. Baribir hozir rezinka qo'shib atmasi yana shu plastik qopqoq ochib ketib qolgan xuddi shunaqa narsa bo'lardi. O'rtoqlar qaranglar. Ko'la bor, lekin ko'la o'tmayapti. Chunki biz rezinkani shular siqib tashladik. Mana rezinkalarni qaranglar. Va o'rtoqlar hujjat lak bosib qo'yinglar agarda bu normal lak yaqsa, keyin bo'lsa butun mashinani ham rezinkani siqib portatishganda. Biz ham xuddi shunday qilib ko'ramiz. No, arzonroq masalan Jiguli ko'ngillar qilsa bo'ladi. Demak, ko'la ham pashti bo'ldi. Va ana endi navbat mana shu koptoga. O'ylashim bo'yicha bu koptoni ham rezinkada ezib portatsa bo'ladi. No, bu haqiqatmi yolg'onmi? Hozir ko'ramiz. No, bo'lmasam ketdik. Koptoni qo'yamiz, xolos rezinkalarni qo'yamiz. No, kopto ham ancha qiyin bo'ladi, menimcha. Xo'p, hozir boshlanishga 2-3 ta o'tkazib olsak, avval shakli kelgandan keyin bunday solishib ketadi. Voy, yaxshi. Oh my god. Shunaqa qilib koptoni portlatish uchun ishga kirishdik. Oh! Bu